Bruce Lee'ga mafiya kelib turib aytganda, o'sha kitayskiy mafiyani o'sha o'rgat mani lashkarlarimga, mafiya bolalarimga mana shunaqa harakiydi, udalaringdan o'rgatgin. Biz ham o'rganaylik desa, kung fu stilini desa, yo'q degan. Nimaga desa, senlar buni zulm yo'lida ishlatasan degan. Shuning uchun o'rgatmagan. Endi avvalambor korpusga qarab baho berisham bu tubdan noto'g'ri. Chunki 120 kilolik shkafni 50 kilolik yaxshi boksyor yarimta zarbada ham uxlatib qo'yadi. Men unga ishonaman. Chunki bu boksyor, bu seryozni sport, olimpiyskiy sport. Nimaga olimpiyskiy? Seryozni sport. Ko'chada eng yaxshi usul men boks deb hisoblayman aslida, misol uchun. Shuning uchun obloshkasiga qarab, men kachokman, hamma joyim tosh ko'taraman, kuchim ko'p degani bu texnika zo'r degani emas. Texnika zo'r, kuch ko'p, lekin u aimlester degani emas. Aimlester kuch ko'p, texnika zo'r, lekin u workouter, turnik degani emas. O'shaning uchun hamma sohani o'z ustasi, o'z uslubida bajargani yaxshi. O'shaning uchun hali aytgancha ozg'in odam keltirib urib uxlatib qo'ysa, agar o'rnimdan tursam ham, uka, o'sha udaringni menga o'rgatgin deyman.